Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan SAT matematikasining a, geometriya va trigonometriya domeniga oid 3-video darsi ko'rib chiqamiz va bu video darsi mavzusi trigonometriya va triangle, ya'ni uchburchak va ularning orasidagi bog'liqlik bo'ladi. Albatta videoni boshlashdan oldin ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Bu Telegram channel Asadbek's Digital SAT Math English, YouTube channel Asadbek's Channel SAT English Mathematics. Demak biz boshladik. Birinchi navbatda bitta bugungi planimiz shulardan iborat. Right triangle umuman olganda bu trigonometriya va uchburchaklarni o'zaro bog'lanishida bitta shunchaki uchburchakning bitta turi qo'llaniladi xolos, ya'ni u o'sha turi bilan ko'proq amaliyot bo'ladi, ya'ni bu right triangle hisoblanadi. To'g'ri burchakli uchburchak. Birinchi shuni va shular haqidagi ma'lumotni ko'rib chiqamiz va ularni orasidagi bog'lanishlarni ko'rib chiqamiz. Trigonometrik kattaliklar bilan right triangle orasidagi bog'lanish. Va uchinchisida albatta bizga ozgina yangi terminlar mavjud va shularni o'rganib chiqamiz. Demak, boshladik. Bitta birinchi right triangle. Right triangle deganda o'zi ko'z oldimizga bitta tomoni uchburchak, albatta ko'z oldimizga bitta tomoni 90 gradusdan iborat bo'lgan uchburchak kelishi kerak. Endi bu 90 gradusdan iborat bo'lgan uchburchakga mana bu va mana bu burchaklarini miqdorlari ham mavjud. Buni alfa va beta deb oladigan bo'lsak, o'z-o'zidan kelib chiqadi. Bu burchagi 90 ligidan, ya'ni bu burchak 90 gradus va alfa plus beta, ya'ni alfa va betaning yig'indisi bu yana 90 gradusga teng bo'lishi kerak. Chunki uchburchaklarning ichki burchaklari yig'indisi 180 degan qoidaga ko'ra, qolgan ikkita burchakning yig'indisiga bu 90 qolyapti. Ya'ni 90 bu to'g'ri burchakli uchburchakdan chiqib ketyapti, qolgani uchun 90 qolyapti. Misol uchun, agar alfa burchagim 60 gradus bo'lsa, beta burchagim bu 30 gradusga majbur, bo'lishga majbur. Ya'ni mana bu 60 gradus bo'lsa, mana bu 30 gradus bo'ladi har doim. Demak, xuddi shunday eng bitta popular angle hisoblanadi. Bu 30 gradusli va 60 gradusli burchaklar. Ixtiyoriy bo'lishi mumkin. Misol uchun 50 ga 40 va hokazo 90 bo'lsa bo'ldi, albatta, yoki 5 ga 85 bo'lib qolishi ham mumkin. Shunga o'xshagan. Ikkovining yig'indisi 90 bo'lsa bo'lgani. Endi yana triangle, right triangle haqida aytiladigan gapimiz bu katetlari hisoblanadi. Ya'ni bu yerda mana bu ikkala tomoni, ya'ni to'g'ri burchakka yopishib turgan tomonlari bu katetlari hisoblanadi. Katetlari bu A va B hisoblanadi. Va gipotenuzasi bu C bo'ladi, C tomoni bo'ladi. Ya'ni bu to'g'ri burchakka aloqador bo'lgan tomoni gipotenuzasi deyiladi. Va shunaqa mashhur teorema bor. Bu Pifagor teoremasi, katetlarning kvadratlarining ko'paytmasi, kvadratlarning yig'indisi actually gipotenuzaning kvadratiga teng. Misol uchun, bu yerda bizga triangle berilgan bo'lsin, bu demak 3 va 4 santimetr, desimetr chizig'i yo'q. 3 va 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yog'i 5 bo'lishi kerak. Chunki 3 kvadrati 9 va 4 kvadrati 16 va buning yig'indisi 25. Boshqacha aytganda 3 kvadrati plus 4 kvadrati teng 5 kvadrati ko'rinishda yozishimiz ham mumkin. Katetlarning kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng bo'ladi. Mana shu qoidani doim yodda tutishimiz kerak. Bu to'g'ri burchakli uchburchak haqida gap ketganda, qayerdadir qanaqadir masalada yoki qanaqadir bir balki hayotda tushib qolganda, demak, umumiy gaplar bo'ldi bu to'g'ri burchakli uchburchak haqida. Endi keyingisiga o'tsak, right triangle. Bu yerda umuman right triangle trigonometriya bilan bog'liq. O'zi trigonometriya degani 3 o'lchovda o'lchaman degan ma'noni anglatadi. Yana boshqa qanaqadir bir
xossalari yoki bir qanaqadir bir qoidalari bor. Lekin biz SAT o'rganayotganligimiz sababli unchalik ham chuqur kirmaymiz. Misol uchun trigonometrik tenglamalar, trigonometrik tengsizliklar, trigonometrik funksiyalar, teskari trigonometrik ayniyatlar va hokazo degan tushunchalar bor. Lekin shunchaki bizga kerakli joyini o'rganib ketamiz xolos. Sinus, kosinus, tangens va kotangens degan jumlalari bor. Umuman bitta shu trigonometriyani o'lchovlari bor desak to'g'riroq bo'ladi. Bir burchakning sinus, umumiy bir burchakni nima desa bo'ladi, klassifikatsiyalash uchun shu qanaqadir bir o'lchov kerak bo'lgan va shu o'lchovni nima topgan olimlar. Albatta bu The History of Math nimaga to'g'ri keladi? Tarixiga to'g'ri keladi. Shunchaki bir burchakning sinusi deb, mana bu burchakning sinusi deb, to'g'ri burchakli uch burchakda bir burchakning sinusi deb unga uni qarshisidagi tomonni gipotenuzaga nisbati bo'ladi. Opposite like degani bu qarshisidagi tomon yoki qarshisidagi katet. Mana buni qarshisidagi degani mana bu qarshi, bu burchakga qarshi. Shuni gipotenuzaga nisbati mana o'zi berib qo'ygan BC ni, mana bu BC ni AB ga nisbati, BC ni AB ga nisbati. Endi shu narsa sinus deb ataladi. Misol uchun haligi yana o'shanga qaytadigan bo'lsak, misol uchun mana bu okay, it's going to be 4 and 3 and 5. Misol uchun 4, 3 va 5 bo'lsin o'lchovlari, bitta demak 4 taqsim albatta 5 bo'ladi. 4 5 ga nisbati, gipotenuzaga nisbati. Kosinusga bu yopishgan katetda gipotenuzaga nisbati bo'ladi. Ko'rib turganingizdek AC taqsim 5. Ya'ni AC taqsim AB, ya'ni bu taqsim 3 taqsim 5 degan bo'ladi. Endi bu tangenisi shu burchakka tangenisi turib 4 3 ga nisbati bo'ladi. Ya'ni qarshidagi katetda yopishgan katetga nisbati. BC taqsim mana. BC taqsim AC. Bu 4 taqsim 3 ko'rinishda bo'ladi. Keyin sizga mana shu yerga kosinus kotanginisini yozib beraman. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Agar mistake qilmayotgan bo'lsam, mana bunday holatda bo'ladi. Bu degani kotanginis bu tanginisning teskarisi. Demak, bu birinchi yopishgan katetda qarshisidagi katetga nisbati. Misol uchun bitta AC ni BC ga nisbati bo'ladi. Bu degani demak AC 3 taqsim 4 bo'ladi degani. Ya'ni agar mabodo kerak bo'lib qolsa, o'zi aslida teskarisi olib ketilinadi. Kotangiz unchalik ham muhim narsa emas, lekin bizning matematikada boshqacharoq va inglizlarning matematikasida boshqacharoq. Farq bor orasida. Yana nimani aytish mumkin? Endi bitta sinus deb yozilmaydi bitta. Mana bu oxirgi terminlarga kelamiz. Sin deb yoziladi. Sin 0 or sin alpha or some kind of things, yeah. Sin, cosine, tangent and cotangent degan so'zlarni ishlatiladi. Bu inglizcha matematikada o'zlarining iborasi, terminlari xuddi shunaqa. Ular shunaqa nomlaydi. Endi bu unchalik ham muhim emas SAT uchun. Agar kimdir matematikaga chuqurroq kiraman desa, o'rganib chiqishi mumkin o'zi uchun albatta. Xuddi shulardan iborat. Bitta savol berilganda ham o'sha bir-biriga, misol uchun mana bu to'g'ri x qilib yashirib qo'yishi mumkin. 5 misol uchun qanaqadir bir ko'rinishda berib qo'yish mumkin yoki perimetrini berib turib qanaqadir bir yonlarida tengish mumkin. Ya'ni shu atrofida bo'ladi hammasi. Ya'ni mana shu to'g'ri burchakli katetni bir burchagi demak qarshidagi katetga gipotenuzaga nisbati, yopishgan katetga gipotenuzaga nisbati, qarshidagi katetga yopishgan katetga nisbati va yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati ko'rinishda bo'ladi. Endi undan tashqari yana nima deyish mumkin? Xo'p, misol uchun mana bu yerda biz bu burchakni ko'rdik. Agar mana bu burchakni oladigan bo'lsak, misol uchun alfa deydigan bo'lsak, misol uchun shunda sinus alfa jiddiy almashadi. Endi qarshidagi katet 4 emas.
bu qarshidagi aded 3 bo'lib qoldi. 3 taqsim 5 bo'lib qoladi. Ya'ni qarshidagi adedda gipotenuzaga nisbati. Mana bu gipotenuza deb ataladi. Demak, javob chiqqan aded endi minus bo'lib qoladi. Demak, qaysi burchakka qarayotganingiz ham muhim hisoblanadi. Garchi savollar shu atrofida aylanayotgan bo'lsa ham, lekin trigonometrik ayniyatlar degan tushuncha bor bizda. Bularni bilib ketish ham o'ta muhim hisoblanadi. Bu misollaringizga, SAT matematikasining misollariga, ya'ni shu tipdagi, shu mavzudagi misollarga yana ham foydali bo'lishi mumkin. Bularni yozib berishga harakat qilaman. Eng bitta asosiy trigonometrik ayniyat bor. Bu sinus va kosinusga aloqador. Sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng 1 degan eng asosiy trigonometrik ayniyat. Ya'ni sinus bir burchakning sinuslarini sinus kvadrati va kosinus kvadratlarining yig'indisi bu birga teng bo'ladi degan ayniyat bor. Bu asosiy trigonometrik ayniyat hisoblanadi. Ya'ni ko'p qismi shulardan kelib chiqadi. Bundan tashqari, yana muhimlarini yozib berishim mumkin. Bu demak 1 plus tangens kvadrat alfa. Oh my goodness. Okay, men o'zbekcha yozib oldim. Let me fix that. Tangens kvadrat alfa. Mayli, o'zbekcha ketaversin. Tangens kvadrat alfa 1 taqsim kosinus kvadrat alfa. Hisoblanadi. I had a mistake. Okay. Demak, birga tangens kvadrat alfani qo'shganimiz bu 1 taqsim kosinus kvadrat alfani berar ekan. Yoki yana muhimlardan bittasi tangens alfa. Albatta bu 1 taqsim tangens alfa deb. O'zbekcha yozdim. Albatta o'zimiz uchun to'liq tushunish uchun, bu yerda o'zi tushuntirib o'tib ketdim. Tangens bu yerda mana bu ikkalasi bir-biriga tengligi uchun katangiz mana bu ham bir-biriga teng bo'ladi degan ma'noda. Okay, endi bularni ishlatish albatta o'zingizning mahoratingizga bog'liq. SAT matematikasida balki unchalik ham kerak bo'lmas, lekin bularni bilib o'tib ketsak, qaysidir misollarda kerak bo'lib qolsa ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yana nimani aytish mumkin? Bu yerda umumiy asosiy trigonometrik ayniyatlar o'zi bitta, lekin undan tashqari ham yana davom ettirish mumkin trigonometrik ayniyatlarni. Bu yerda mana sinuslarning kvadratlar, sinus kvadrat kosinus kvadrat 1 ga teng, 1 plus tangens kvadrat alfa teng 1 taqsim kosinus kvadrat alfa ga teng, tangens alfa teng 1 taqsim katangens alfa ga teng. Keyin yana ikkitasini yozib qo'ysak, yo'q, bitta yetadi. Tangens alfa teng bitta sinus taqsim sinus alfa taqsim kosinus alfa ga teng. Mana shunday bo'ladi. Ya'ni sinus taqsim kosinus bu tangens alfa ga teng. Mana shu eng muhimlari hisoblanadi. Qo'ldan kelgancha tushuntirib berishga harakat qildim. Balki ishlatmassiz, lekin o'rganib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, misol uchun birorta misol ko'raylik, ya'ni mustahkamlash uchun. The triangle above is a right triangle and sinus b, equals 5 over 13. What is the length of side BC? Shunday bo'ldi. Bu yerda to'g'ri burchakli triangle, ya'ni uchburchak berilgan va bu yerda gipotenuzasi 26 deyilgan, katetlarni hali o'lchamlari berilmagan, lekin mana bu yerda sinus b, ya'ni bu yerdagi burchakki sinusi bu 5 taqsim 13 ga teng bo'ladi deyapti. Ya'ni bunday qilib yozib olishimiz mumkin. Sinus, ya'ni sin b. Qavsga olib qo'ygan, ya'ni umumiy bu yerda aynan shu burchakni o'zi demoqchi. 13. 5 taqsim 13. What is the length? Length degan uzunlik side b, ya'ni BC tomonining uzunligi nima deb aytyapti. BC tomonining uzunligi nima? Misol uchun BC tomonining uzunligi x deb olsam, mana bunikini y deb olsam bo'ladi. X, y katetlar. Menga noma'lum bo'lgan uchun. Endi sinus nima edi? Sinusida
to'g'ri burchakli uchburchakda bir burchakning sinusidir. Uni qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbat. Qarshisidagi katet bu y, shuni davom ettiraversam bo'ladi. Gipotenuzasi bu 26. Ya'ni 5 taqsim 13 deb ataylab berib qo'yganki, y topsin deb. Keyin bu yerdan x'ni topish mumkin. Hop. 5 taqsim 13, y taqsim 26. Xohlasangiz buni proporsiya usulida yechish mumkin, lekin mana bunday qilib yechishimiz ham mumkin. Misol uchun mana bu kasrni qoidasi bor edi. Agar kasrni surat mahrajini bir xil songa ko'paytirsak, kasr qiymati o'zgarmaydi. Misol uchun 2 ga ko'paytiraversam nima bo'ladi bu yerda? 10 taqsim 26 degan son hosil bo'ladi. Ya'ni ikkovi bir xil nisbat. Bu baribir teng y taqsim 26 ga. Bu yerdan y teng 10 ga degan yechim kelib chiqadi. Ya'ni mana bu 10 ga teng. Bu 10 ga teng. Endi bu narsada mana bu yerda yana katetlarning kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng degan teoremani ishlasak bo'ladi. Misol uchun x kvadrat bitta kateti plus 10 ning kvadrati bu ikkinchi kateti. Plus yo'q, teng. Bu yerda 26 ning kvadrati. 26 ning kvadrati. X kvadrat plus 10 ning kvadrati 100 teng 26 ning kvadrati. Bu 676 bo'lar ekan. 676. X kvadrat teng 676 ayiraman 100. X kvadrat teng 576 bo'ladi. 570 qaysi sonning kvadrati bu 576 degan xulosaga chiqyapti. Bundan x teng 24. Ya'ni BS ning qiymati 24 degan yechim kelib chiqyapti. Endi mana bu usulda ishlasak, endi boshqa usulda ishlab ko'rishga harakat qilamiz. Misol uchun, hop. Mana bu burchagi sinusi 5 taqsim 13 ekan. Okay, kosinusi nima? Sinus 5 taqsim 13 kosinus, ya'ni sinus b. Endi bu yerda mana bu formulani ishga tushirsam bo'ladi. Sinus b ni b kvadrat, ya'ni sinus kvadrat b plus kosinus kvadrat b. Ya'ni bir xil burchaklar bo'lsa, ularning kvadratlari yig'indisi bu 1 ga teng. Asosiy trigonometriyaga aytyapti. Sinus kvadrat b 5 taqsim 13 umumiy kvadrati 25 taqsim 169 bo'ladi. 169 plus kosinus kvadrat b teng 1. Endi bu yerdan kosinus kvadrat b teng 1 minus 25 taqsim 169. Bundan kosinus kvadrat b teng 169 1 minus 25 taqsim 169 degani bu ayiraversam 144 ga 144 taqsim 169. Bundan kosinus kvadrat qaysi ikkita bir xil sonni ko'paytmasi 144 taqsim 169 bo'ladi. Albatta bu demak qayerga yozsam bo'ladi? Meni yozdim. Kosinus b teng bo'ladi bu yerda 12 taqsim 13 ga. Ya'ni kosinus b 12 taqsim 13. Endi kosinus b 12 taqsim 13 ga. Okay. Mana buni o'chirib tursam, menimcha bu tushunarli bo'ldi. Xohlasangiz bu yerda rasmga olishingiz mumkin yoki screenshot qilish imkoniyatiga egasiz. Okay, demak bu usulda 24 chiqdi. Hop. Demak, sinus kosinus b. Sinus emas kosinus b. Kosinus b bu 12 taqsim 13. Lekin kosinus b aslida nima? Kosinus b x ya'ni yopishgan katetda gipotenuzaga nisbat. Ya'ni x taqsim 26. Ya'ni buni ko'paytirib olsa 24 taqsim 26 teng x taqsim 26 degan. Va x teng 24 degan yechim kelib chiqadi. Ikkita usulda ishladik. Bu usul osonroq ko'rinishi mumkin. Albatta osonroq. Trigonometrik ayniyatlar degan usuldan foydalandik. Shuning uchun osonroq bo'ldi ancha. Nargi usuldan foydalansangiz ham bo'laveradi. Bu albatta it is completely up to you.
umuman sizga bog'liq. Umuman trigonometrik ahamiyatlar ham o'sha trigonometriya bilan bog'liq bo'lgan misollarni yechishda juda ham ko'p foyda keltiradi. Ya'ni agar siz buni bilsangiz albatta juda ham ko'p foyda keltiradi. O'zi aslida misol mana bu tartibda yechiladi. Ya'ni birinchi usulda yechiladi. Xohlasangiz bu usuldan foydalansangiz ham bo'ladi. Agar siz chuqur trigonometrik bilimlarga ega bo'lsangiz. Demak, terminlarga o'tadigan bo'lsak, hali bir aytib o'tgandek, hali ko'rganimizdek opposite leg degan tushuncha bor edi. Demak, leg o'zi oyoq, endi bitta umuman qanaqadir bir mantiqiy ma'noda ketib qolgan oyoq deb, albatta katet deb tushunsak bo'laveradi o'sha narsani. Agar misol uchun qanaqadir bitta terminlarni berib ketishdan maqsad qanaqadir example-da o'shanaqa tushunchalar kelib qolsa, shu narsadan xabardor bo'lib ketishdi. Misol uchun legi bunaqa edi deb aytib ketish mumkin. Yeah, it is possible. Shunaqa deb aytib ketish mumkin. O'shanda leg o'zi nima edi? Nimaga bu yerda uchburchak uchun leg degan tushuncha ishlatyapti deb deyishimiz mumkin. O'shaning uchun bu yerda matematik terminlarda inglizchasini tushunib o'tib ketishimiz kerak. Leg bu katet. Ya'ni o'sha to'g'ri burchakli uchburchakga bitta nimasi termini desak bo'laveradi. Hipotenuza albatta bu to'g'ri tarjima qilingan. Inglizchasi ham o'sha hipotenuza degan so'zdan olingan. Hipotenuza bir xil deyarli the same. Uchinchisi sin, umumiy qisqacha yozilishi mana bunday. Sin, sinus o'zimiz cosine, cosinus, tangent, tan deb yoziladi, cotangent cot deb yoziladi. Yoki sot. Endi kim qanaqa tushunsa. Endi bular rare ko'proq, 6-inchisi katanglisi jiddiy rareroq hisoblanadi. Ya'ni unchalik ko'p ishlatmasligingiz mumkin. O'zi trigonometriya degani 3 o'lchovda o'lchayman degan umumiy ma'noda tarixdan olgan. Shunaqa keladi. Demak, shunani bilib olish muhim bo'ladi. Albatta, agar kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentariy qismiga yozish mumkin. Qo'limizdan kelgancha tushuntirishga harakat qildik. Albatta, qo'limizdan kelgancha o'sha javoblar berishga ham harakat qilamiz, agar kimdadir savol bo'lsa. Videoni shu joygacha ko'rganlarga hammaga rahmat aytib qolaman. Good luck, test takers. You got this.